Va nazorat qilinishi kerak bo'lgan yana bir vaziyat haqida gapirmoqchimiz. Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidagi holat. Juvoz qishlog'idagi 67-maktab hududidagi bir qism ana shu yerdagi aholi vakillari tomonidan asossiz egallab olingan. Endi esa maktabga sport zal yo'g'imish Hiloli. Bu nima degan gap? Maktab 2011-yilda qurilgan bo'lib, o'shanda 180 o'ringa mo'ljallangan edi, ammo hozirda bino 300 nafarga yaqin o'quvchini sig'dirishga majbur. Binoning ko'rinishining o'zi qo'rqinchli, ichki qismini esa siz tasvirlarda ko'rmoqdasiz. Biroq 67-sonli maktabning o'quvchilari va o'qituvchilari jismoniy tarbiya fani o'tilayotganda aynan har kuni mana shu binodan foydalanishadi. Tobora nurab borayotgan maktab ta'mirlanadimi? Shu kabi savollar bilan manzilga kelgan mas'ulga mikrofon tutdik. 12-24 o'lchamli sport zal hamda 120 o'rinli qo'shimcha o'quv binosini 25-yilda taklif berib, tuman deputatlaridan sessiyasidan o'tkazib viloyatga taqdim etamiz. Eng achinarli muammo, maktabga qarashli 60 sotiq yer uchastkasi mavjud bo'lib, shundan 45 sotiq yer maydoni boshqalar tomonidan o'z boshimchalik bilan egallab olingan. Shuningdek, ular ushbu yerga imorat qurib, o'z manfaatlari yo'lida foydalanib kelmoqdalar. Shu sababli ham hozirgi kunda maktab o'quvchilari sport bilan shug'ullanishlari uchun umuman imkoniyat yo'q. Mana bu yerga pazim sim o'tgan mana. Qarang mana. Sport zal yo'q. Mana shu joyga o'ynatadi. Yomg'ir yog'sa sinfga o'tadi, loy, voleybol biz